Agar telefoningiz suvga tushib ketsa, vahimaga tushasizmi? Ko'rishingiz mumkin, Technocommand 50 Pro bu suvdan va tasodifiy tushib ketishdan himoyalangan. Ekrani 678 dyumli AMOLED. Eng yoqqan tarafi 144 Hz yangilanish tezligi. Ishlatganingizda farqi darrov bilinadi. Juda ravon ishlaydi, ranglar ham tabiiy, ko'zni charchatmaydi. Protsessori MediaTek Helio G200 Ultimate. Bu flagman emas, lekin o'yinlarni yaxshi tortadi. Kundalik ishlar, ijtimoiy tarmoqlar va o'rtacha o'yinlar uchun yetib ortadi. Qotishlar kuzatilmaydi. Asosiy kamera 50 megapiksel. Rasmga olish yomon emas. Qiziq tarafi AI funksiyalar. Masalan, auto zoom kadrda qayerda bo'lsangiz ham sizni o'rtada joylab beradi. Flash snap esa harakatdagi narsalarni tiniq olishga yordam beradi. Oddiy lekin foydali. Lekin eng muhim narsasi batareyasi. Technocommand 50 Pro da 6500 mAh. Hozir ko'p telefonlarda 5000 mAh bilan cheklanyapti. Bu degani bir kunga bemalol yetadi. Agar avaylab ishlatsangiz 2 kunga ham yetadi. Xullas, ortiqcha maqtovlarsiz Technocommand 50 Pro mustahkam korpus, tiniq ekranga ega smartfon va uzoqqa yetadigan batareya. Sizningcha bu smartfon sizga kerak bo'ladimi? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Bu videoni Android do'stlaringizga jo'natib qo'ying.